Assalomu alaykum. Dastonbek aka, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Sog'laringiz yaxshimi? Tinchmisiz? Dastonbek aka, mana shu hovuzim. Haligini ham tashlaganman, ko'rgansiz. Mana baliqlar bu chuqurning ichida. İyi kelgan, siz maslahatingiz kerak edi. Men 31-dekabr kuni bozordan 5 kilo baliq olib kelganman. Donasiga 18 ta to'g'ri kelgan. Yaxshi bozordan olib kelgan baliqlarim endi qarang. Suti mana bo'lib oqarib. Shilimshiq bo'lib qolyapti mana. Mashunda ham, bunda ham bor. Haligi bunga kislorod yetmasdan suv betiga chiqib qolyapti. Mana shu bozorda olingan baliq 18 ta edi, mana уже 5 tasini ushladim. Kecha kun ahamiyat berib yurdim, 5-6 tasi yuradi ustida. Shunga mana bo'lyapti bozorda olingan narsaga. Bu narsa yuqumli emasmi? Nima deysiz endi? Shunga bir maslahatingiz kerak.